Men ushbu tadbirga kelgan barcha aziz mehmonlarni qutlayman. Xayrli kun doktor Zokir Naik hamda kursdoshlarimga ham salom. Men Kefidagi Nasarava universitetidagi ommaviy kommunikatsiyalar fakultetining talabasiman. Mening ismim Ajuvan Teofilos Yakubo. Sizning ma'ruzangiz davomida doktor Zokir Naik. Ismingizni nima dedingiz? Ismim nima dedingiz, birodar? Mening ismim Ajuvan Teofilos Yakubo dedim. Yoqub deng. Ha, janob. Yaxshi. Siz musulmonmi yoki nasroniymisiniz? Men nasroniyman. Yaxshi birodar, davom etishingiz mumkin. Turli dinlardagi Xudo haqidagi tushunchalarni aytib o'tdingiz. Ulardan biri islom dini edi. Siz aytdingizki, islom tavhidga ishonadi, ya'ni yagona Xudoga e'tiqod qiladi. Ammo Qur'onning ko'p oyatlarida Xudo gapirganda biz yoki bizlar degan